Xo'p do'stlar, reading part 1 bilamiz. Multi levelda 5 ta part bo'ladi. 5 ta part aynan readingda va u partlar har bir xil savol turlaridan o'z ichiga oladi. Masalan, part 1 da bilamizki, qanaqa savol turi keladi? Part 1 da bizga reading beradi, qanaqa tekst beradi va u tekst ichida ma'lum joylar so'zlar olib qo'yilgan bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana birinchi savol, ikkinchi savol, mana uchinchi savol. Mana shu yerda bo'sh joylar qoldirilgan va mana shu bo'sh joylarga biz tekst ichidan nima qilamiz? So'z olib yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qarang, fill the gaps in the text with one word. Bitta so'zdan foydalan. E'tibor beringlar, bu faqatgina nima bo'lishi kerak? Bir dona so'z bo'lishi kerak. Ikkita so'z bo'lishi mumkin emas. Bir dona so'zdan foydalanib, o'sha gaplarni nima qilasiz? To'ldirasiz. Endi qaranglar. The word should be taken from somewhere in the text. O'sha olayotgan so'zingiz tekstni qayerdandir nima qilish kerak? Olinish kerak. Masalan, men mana bu birinchi savolga aytaylik, javob to'ldiradigan bo'lsam, tekstni qayerdandir o'sha so'zni topib, olib nima qilaman? Olib borib qo'yishim kerak bo'ladi. Endi do'stlar, bu bo'yicha ma'lum bir qonun qoidalar bor. Sizlarga ham aytib o'taman, masalan, lingua skill testida ham mana shunaqa savollar beriladi. Masalan, mana bu joyga tashab ketiladi-da. So'zlar tashib ketiladi. Sizlarga uni masalan tekst ichidan olinmaydi ba'zi testlarda. Prosta o'zingiz o'sha qolib ketgan so'zni o'ylab topishingiz kerak bo'ladi ba'zi testlarda. Masalan, bunday deb ketadi, e'tibor beringlar. Masalan, the speed of the light is masalan qarang, the fastest in the world deydi. Qarang, masalan according deb turib, masalan jin deb ketishim mumkin. Jinga ko'ra yorug'lik tezligi dunyodagi eng tezkor ekan desam, accordingdan keyin nima olamiz? Menimcha buni hamma taxmin qilib bo'ldi. Accordingdan keyin javob qaysi keladi? To kelishi kerak. Tushunyapsizlar? Mana bu to ni men o'zim kallamdan masalan hisoblab, o'ylab ko'rib olyapman. Lekin bolalar, mana bu yerda kelayotgan so'zlarni biz o'zimiz to'qib olmaymiz. O'zimiz nima qilamiz? Tekst qayerdandir olib turib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bolalar, aynan mana shu bo'yicha ba'zi bir yozilmagan qoidalar bor. Qarang. Yozilmagan qoidani endi nima deymiz inglizchada? Important rules in reading part 1. Reading part 1 bo'yicha muhim nimalar? Qoidalar. Hozir men sizlarga buni tushuntiraman va bundan keyin shu paytgacha multi level tarixida imtihonda tushgan bitta reading bor. O'ta ham controversial bo'lgan. Даже men bilan kanalning a'zosi, mendan ozgina kamroq, bitta ishga katta o'qituvchi Rossiyadagi competition ham qilganmiz-da. Endi men competition deb aytmayman, lekin masalan u boshqa javob aytgan, men boshqa javob aytgan, mana siz tortishganmiz. Aynan shu hozir qoidalarga asoslangan holatda men olgan javobimni sizlarga keyinroq ko'rsataman. Okay? This is one of the, interesting parts of, this lesson actually. Xo'p, qaranglar, ma'lum bir qoidalar. Ular nima? Birinchi o'rinda javob olayotgan paytingizda qarang. Look for qidir degani bu. Look for the word, ya'ni o'sha javobni qidiring, from above, ya'ni tepadan qidiring. Bu nima degani? Ya'ni look at the lines above the given question. O'sha berilgan savoldan tepadan nima qilishingiz kerak? Javobni qidirishingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Mana masalan qaranglar. Mana bu yerda aytaylik, mashinchi gap aytayapti, men birinchi savol beryapti. Aynan mana shu men olgan joyim bor, bo'yagan joyim. Xuddi mana shu yerdan javob chiqishi kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ikkinchi javob qayerdan chiqadi? Ikki javob o'zining tepadan, mashinchi joydan chiqadi. Lekin narsaga nima bo'lmaylar, chalib qolmaylar. Masalan, 1 bilan 2 ning o'rtasidan ikkinchi javobi chiqadi degan joyi yo'q. Tushunyapsizlar? Yoki 2 bilan 3 ni, mana 3 javobini topmoqchi bo'lsam, допустим aytaylik, 2 bilan 3 ni o'rtasidan matdan chiqadi degan joyi yo'q. 3 dan tepadan полностью mana shu javobdan chiqish kerak. Tushunyapsizlar? Ya'ni savol tepasiga qarang. Shuni ham yozib qo'yapman, qarang. However, the answer, qarang, is not necessarily located between
qarang. Between masalan qarang. After the parts of after the previous question. Masalan, o'zidan oldingi savoldan oldin joylashgan bo'lishi shart. Masalan, 3 javobni topayotgan bo'lsam, ya'ni 3 bilan 2 ning o'rtasi degan joyi yo'q. Tushunyapsizlar-a? Даже oxirgi imtihonda adashmasam iyun oyida bo'lgan imtihonda mana shunday holat bo'lgan. O'quvchilar mana imtihon kirishganda, v общем, nima bo'lgan? Imtihondan chiqishgandan keyin men yozganman, shu faktni aytganman. Xullas, bolalar javob tepadan chiqadi desam, ko'pchilik aytgan, pastdan chiqadi, va hokazo degan. Aynan mana shu joyda bolalar sizlarga bitta nima berib o'tmoqchiman, tushuncha berib o'tmoqchiman. Qaranglar. Siz ishlayotgan mock testlar, qarang. This rule may not be true for mock tests or qarang. Multi-level books. Siz ishlayotgan mock testlar yoki multi-level kitoblar bo'yicha bu qoida to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz ishlayotgan tekstda faqat tepadan emas, pastdan ham chiqayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bo'lib narsani esdan chiqarmanglar, u testlarni Davlat test markazi tayyorlamaydi-da. Ularni tijoriy maqsadlarda o'sha nimalar ma'lum bir o'qituvchilar ishlab chiqaradi. Balki ularda mana shu qoidadan xabari yo'qdir. Balki ular aynan shu qoidaga moslab qilishmagandir. Lekin o'sha mock testlarda bu narsa xato bo'lyapti degani imtihonda ham bu narsa xato bo'ladi degani emas. Tushunyapsizlar? E'tibor berasizlar. Kelishdik? Ya'ni real exam questions works in this way. Real savollar xuddi shu usulda ishlaydi. Xo'p do'stlar, aynan reading part 1 bo'yicha yana bitta muhim qoidalardan bittasi, qaranglar. You do not take pronounlar degan masalan he, she, it yoki they, mana shunga o'xshagan pronounlar and articles, mana artikellar, masalan javob qo'lla olmaysiz bularda ham articles deyapman. Допустим, aytaylik, mana bu yerda a, masalan the yoki an artikellar kelishi mumkin. Yoki bo'lmasam or determiners. Masalan determinerlar bo'lishi mumkin, masalan this yoki that yoki these as a response. Javob sifatida aynan bularni siz nima qila olmaysiz? Ola olmaysiz. Ya'ni it should, qarang. It should always be a certain word. U har doim ma'lum bir bitta so'z bo'lishi kerak. Mana shu qoida ham bolalar juda ham muhim. Ko'pincha o'quvchilar they olib qo'yadi. Balki bu narsani men o'ylayman, o'sha bizda juda ham mashhur, hamma qo'lda ishlatadigan kitoblar bor. O'sha kitoblarda даже zayda ham javob qila olishganda, lekin to'g'risini aytaman, zay javob bo'lmaydi. Men o'zim mana 7 marta imtihonga kirganman. Multi level testda ishlash funksiyasini qandaydir jihatdan his qilganman-da, bunday sezaman o'sha narsani. Ya'ni shu paytgacha biror marta pastdan javob chiqmadi. Biror marta they yoki this, that, these'lar javob bo'lib kelmadi. Tushunyapsizlar-a? Mana masalan, mana joyda ko'radigan bo'lsak ham, mana bu birda javob bergan ham, masalan 2 ga masalan bir tepasini ko'raylik-da. Masalan mana have bor-ku, have degan so'z. Mana bu have ham bolalar javob bo'lib kela olmaydi, chunki bu ko'makchi fe'l. Aniq menga bitta so'z kerak. Masalan thousandsmi yoki yearsmi yoki spacemi yoki explorersmi, shunga o'xshagan menga qanaqadir bitta vocab, bitta so'z kerak bo'ladi. Hech qachon men to be yoki bir ko'makchi fe'l, bog'lovchi, aniqlovchi, artikel, ya'ni pronounlar, ya'ni olmoshlar men ola olmayman. Mana shu ham bolalar bitta muhim qoidalardan bittasi. Tushunyapsizlar? Buni ham e'tiboriga olinglar. Endi undan keyingisi, qarang, ishlayotgan paytda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Identify the word, qarang, the word formation of the question. Ya'ni olayotgan javobingizni so'z turkumini aniqlab oling and look for the word based on that. Va o'shanga asoslanib javobni oling. Bu nima degan? Qaranglar.
Masalan, so'z turkumlari qanaqa bo'ladi? So'z turkumlarini biz bilamizki, masalan, ular bo'lishi mumkin, noun bo'lishi mumkin, noun bo'lishi mumkin yoki qanaqadir verb bo'lishi mumkin yoki javobiy aytaylik adjective bo'lishi mumkin yoki masalan ba'zi adverb bo'lishi mumkin va hokazo. Qarang, sizga qaysi so'z turkumi kerak? Masalan, bizda mana aniq qilib ketyapman. Masalan, yoki n artikllari keladigan bo'lsa, biz nima olamiz? O'z-o'zidan singular noun. Masalan, sizga qo'yapti-da, mana savolda qilib turib nuqta qo'yaptimi? Demak, biling siz u yerga ot olishingiz kerak. Otni ham bo'lib hamki qanaqasi? Sanaladigan birlikdagi ot. Va mana ga qarab turib, masalan, o'sha otingizni boshlang'ich harfi undoshligini va n ga qarab turib olayotgan javobingizni birinchi harfi unli ekanligini mana hozir bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni shunga qarab ham qidirsalang bo'ladi. Yoki masalan bizga this berib qo'ygan bo'lsa nima qilaman? Bunda ham xuddi shunaqa. Sanaladigan birlik ot keladi thisdan keyin. This qilsa-chi, bunda bilasiz, grammatik jihatdan o'z-o'zidan qaysi keladi? Plural noun kelishi kerak. Endi bu yog'i bolalar sizni grammatik bagajingizga bog'liq. Grammatikingiz qanchalik yaxshi bo'lsa, shunchalik buni yaxshiroq topa olasiz. Undan keyingi qism bolalar, undan keyin bitta asosiy qismi meaning, ma'noga e'tibor bering. Ya'ni what kind of word can be suitable for the empty space. Qanaqa turdagi so'z mos bo'lishi mumkin bo'sh joyga? O'sha berilgan bo'sh joyga qanaqa turdagi so'z mos keladi ma'no jihatdan? Tushunyapsizlar? Masalan aytaylik, qaranglar, bitta misol keltiryapman. Bizga masalan yozib qo'ygan. Mana qarang. Many bir narsa, masalan were killed, masalan last year. Ko'plab nimadir o'tgan yil o'ldirildi, deyapti. Ne ko'rasiz, qarasiz, many kelyapti. Manydan keyin допустим olishingiz kerak qanaqa plural noun, ko'plik ot olaman deyapsiz, bo'ldi, tirs miyaga qo'ydik. Tepani qaraysiz, tepada ko'plik otlar kelyapti. Masalan, bizda bor tables, trees, laptops, yoki masalan aytaylik, ya'ni aytayapti mana animals, yoki masalan aytayapti bu yog'idan bags deyapti. Masalan mana shu yerda ko'plab bir narsa o'ldirildi o'tgan yil deyapti. So'z turkumi bo'yicha bu hammasi tushadi. Hammasi ko'plik. Lekin menga ma'no jihatdan o'ldiriladigan narsa kerak-da. Tushunyapsizlar? O'ldiriladigan narsa nima? Trees, tables, laptoplar tushmaydi, bag tushmaydi. O'z-o'zidan menga javob qaysi keladi? Animal javob bo'ladi. Ya'ni mana shu ma'no jihatdan bolalar qarasalaring, o'sha bu ham javob topishga yordam beradi. Bunday narsada bolalar, tasavvur qilinglar. Sizga o'sha katta ko'lamda nima bergan? Variantlar ko'pda sizda. Masalan, javob olishingiz kerak, xato olib qo'ymaslik uchun haligi xato javoblarni chiqarib olsangiz ham o'zi ancha sizni javobga yaqinlashtiradi. Masalan, men bu yerda ma'nosini, qanaqa ma'no topishimni bilish orqali, masalan, hozir mana table, mabellarni chopyapman-da. Tushunyapsizlar? Bulardan eliminate qilyapman, bulardan voz kechyapman. Keyin masalan, manydan keyin ko'plik ot kelishini bilganimdan keyin o'z-o'zidan birlik otlarni ham olishdan nima qilaman? Qaytaman orqaga. Keyin o'sha mana bu yerda men yana ko'rdim. Aytdim nima noun yo'q. Buni aniqlashni o'rgatdim. Mana bu bog'lovchilar nima deydi? Olmoshlar, artikllar, aniqlovchilarni olmaslikni bilgandan keyin men xuddi shu so'zlardan ham qochishni boshlayman. Bular javob bo'la olmasligini bilaman. Eng katta ustunligi, men javob tepadan chiqishini bilgandan keyin o'zi men nima deydi? Javobni даже tog'oraga solib oldim-da. Mana baliqni, masalan, ushashim kerak, dengizda quvib yurmayman-da baliqni. Chat tog'oraga solib oldim. Chelakka solib olaman. Word formation bilgandan keyin, tushunyapsizlar? Keyin o'zi word formationdan bilib turib, uni ko'plik birligini aniqlab olgandan keyin o'zi men ani baliqni как будто nima bankaga solib olgan deb gap bo'ladi. Tushunyapsizlar? Men boshlandim. Davom ketmaydi. Ha, bu. Chetda qoldim. Xullas. Bo'ldi. Nima Spark ocham? Spark kalit ol, o'tda turibdi o'g'lim. Okay. Xo'p, guys. Endi do'stlar, mana xudo xolasa praktika qilamiz hozirlar bilan. Ketdi qaranglar. Mana bu demak, o'sha multi level imtihoni darajasidagi real savol deb olsak bo'ladi. Demak, ketdi, ko'ramiz. For thousands of years, humans have explored the earth. Minglab yillar davomida insonlar yerda tadqiq qilib kelishgan. Nowadays, we are exploring the space. Hozirgi kunda biz nima qilyapmiz? Fazoni o'rganyapmiz, explore qilyapmiz.
Astronomers are the modern day explorers. Astronavtlar zamonaviy kundagi nimalar? Tadqiqotchilardir. Currently, hozirda many something are looking for. Ko'plab o'sha nimalardir yoki kimlardir qidiryapti yangi planetalarni and new places for humans to live in the future. Yangi planeta va yangi joylar qidirishyapti insonlarga kelajakda nima qilish uchun? Yashashlari uchun. Endi do'stlar, e'tibor beringiz. Manydan keyin biz nima olamiz o'z-o'zidan? Manydan keyin ko'plik ota olinadi. Buni bildik. Mana plur qo'yapman, plural ota olinadi. Plus qaranglar. Ular looking for qidirishyapti. Demak, qidirayotgan bo'lsa, demak qidirayotgan bu qanaqadir bir shaxsligini biz bildik. Tepada shaxslar qaysilar bor shaxsga doir. Masalan qarang, mana thousands degani ham o'zi ko'plik ot keladi. Manydan keyin mos keladi. Lekin men thousands ni javob qilib ola olmayman, chunki bu yil xolosda. Okay? Bizda bor bolalar humans, insonlar bor. Astronomers bor, astronavtlar. Moshdan narsalar yo'qmi? Gentrada. Sparkda plastiklarim bor. O'qiyam tetdagi. Ha, bo'ling. Ochiqmikan gender? Ha. Xo'p. Keyingisi bor explorers bor. Endi hozirda ko'plab kimlardir qidirishyapti yangi planetalarni. Endi qarang, ko'plab o'z-o'zidan ma'noga qaranglar, humans deydigan bo'lsam bu javobga tushmaydi. Odamlar qidirmaydi-ku. Masalan, men qidirganim yo'q-ku, hozir to'g'rimi? Endi ko'plab tadqiqotchilar deydigan bo'lsam, qarang, aynan fazoni o'rganadiganlar, mana tadqiqotchi degani juda ham keng ko'lamli-da. Masalan, prosta biolog odam, допустим, bog'ga borib, chigirtkalarni ko'rib o'rgansa, u ham tadqiqotchi bo'laveradi-da. Tushunyapsizlar-a? Ya'ni aynan bizga planetalar va yangi joylarni qidirayotgan odam, planetani qidirayotgan odam aynan u kim bo'lish kerak? O'z-o'zidan astronomer bo'lish kerak. Mana explorerni ham chiqarib yubordim, ko'lami katta bo'lgani uchun, lekin bizga mana astronomer degan javob nisbatan qanaqa anchagina mos keladi. Shuning uchun biz astronomerni javob qilib olishimiz kerak. Birinchisi. Mana qaranglar, javob qayerdan chiqyapti? Tepadan chiqyapti. Tushunyapsizlar-a? Aynan mana shu mana bizning javobimiz bor. Xuddi mana shunaqa yondashuv bilan bola ishlasalar, umuman part birda xudo xolasa, birorta ham xato qilmaysizlar. Xo'p, endi bolalar, keyingisiga o'tyapman. But where do astronomers start looking? Xo'p, ular qayerdan boshlash kerak qarashni? First of all, astronomers look for a star. Dastlab ular yulduzga qarashar ekan, yulduz qidirishar ekan osmondagi. Okay, that's interesting. That's because our own Earth orbits a star, the sun. Chunki biz o'zimiz yerimiz ham nima quyosh atrofida nima qilar ekan? Aylanar ekan. Chunki yulduz atrofida aylanar ekanda, o'zimiz yerimiz. More importantly, it's the correct distance from the sun for heat and light. Bundan ham muhimrog'i, qarang. Bu nima deydi? Correct distance bo'lishi kerak ekan. Ya'ni bu to'g'ri distansiyadir quyosh va quyoshdan nima uchun? Yorug'lik va heat va light uchun. Issiqlik va yorug'lik uchun. Okay, yulduzni qidirar ekan, shu bilan birga issiqlik va yorug'lik ham bo'lishi kerak. Tushunarli. So when astronomers have found the something, they look at the planets around it. Qarang. Qachonki astronomlar nimanidir topishgandan keyin, ular nima qilishar ekan? Uni atrofidagi planetalarga qarashni boshlashar ekan. Okay. Endi ko'raylik. Xo'p, qachonki astronavtlar topishganda nimanidir, ular qarashar ekan uni atrofidagi planetalarga. Xo'p, qarang, ular nima qidirishyapti o'zi aslida? Ular they will look for a star. Ular yulduz qidirishyapti, to'g'rimi? Demak, yulduzni qidirishyapti. Demak, o'sha yulduzni topishgandan keyin atrofidagi planetaga qarashadi. Endi bola shu yerda o'ylashingiz mumkin. What about sun? Sunchi, quyosh. Bolalar qarang, biz quyosh qidirmayapmiz. Quyosh o'zi bir dona. Butun dunyoda quyosh bir dona, o'sha biz ko'rayotgan quyosh hisoblanadi. Undan tashqari boshqa yulduzlar ham bo'lishi mumkin, quyoshga o'xshagan. Lekin biz ular boshqa yulduzlar quyosh deb nomlamaymiz-da. Masalan, galaksiyaning tepaga chiqib ketaman, "O, mayda quyosh bor ekan" deyilmaydi-da. Ular hammasi yulduz deyiladi. Biz quyoshni qidirmayapmiz, biz yulduzni qidiryapmiz. Tushunyapsizlar? Demak, o'sha yulduzni topishgandan keyin atrofidagi planetalarga qarab chiqishadi. Shuning uchun ham bu yerga ma'no jihatdan mos keladigan, grammatik jihatdan mos keladigan, so'z turkum jihatdan mos keladigan so'z that's the star. Okay? That's the star. That's the answer that I'm getting. Javoblarni bundoq yashillab berib ketsam bo'larkan. Okay. Beautiful.
yana bitta faktik narsa borlar. Stars bo'lmasligining sababi birinchi o'rinda tepada haqiqatan ham stars degan joy yo'q, yulduzlar degan joy yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan. Mana qaranglarda, so when astronomers found the star yoki the stars, masalan aytaylik, they look at the planet around it deyapti-da. Mana it degandan keyin o'z-o'zidan itga bog'liq narsa birlik bo'lishi kerak. Shuning uchun ham star olamiz. Okay? Shuning uchun ham biz ko'plik olamiz. Okay. Let's carry on. Hopkins. In recent years, astronomers have found nearly 400 new planets with stars. Unfortunately, many of these something are either too near to the star or too far away. Qarang. Afsuski, mana so'nggi yillarda astronavtlar topishdi deyarli 400 ta yangi planetalarni, o'sha yulduzlari bilan. Afsuski, ko'plab bu nimalardir? Qarang, these kelyapti. O'z-o'zidan men nima olaman? Plural, ko'plik olaman. Yo juda ham yaqin yulduziga yoki juda ham uzoq. Endi qaranglar. Xullas, yulduzga yaqin bo'lgan narsa nima bo'ladi? Yulduzga yaqin turgan narsa, mana tepadagi ko'pliklar juda ham ko'p, lekin yulduzga yaqin turgan narsa alamatlar nima dedi qaranglar? Planets with stars deyaptimi? Ya'ni yulduzlar oldida planetalar deyaptim. Demak, planeta bilan yulduz bo'lar ekan. Endi bu yulduzga juda ham yaqin ekan. Nimalar yaqin bo'ladi? O'z-o'zidan planets. Tushunarsiz? Aynan planets hozir bu yerda bizga javob bo'lishi kerak. Chunki mana bu near to the star deganligi menda with dan kelib chiqib javobga olsak bo'ladi. So, that's it. Endi qaranglar keyingisi. However, if the planet is in a good position, agar planeta yaxshi pozitsiyada bo'lsa, hop mana qaranglar, planeta yaxshi pozitsiya nima degan? Tepada nima dedi? U juda ham yulduzga yaqinmi ekan? Ya'ni yulduzga yaqin bo'lsa, temperaturasi issiq bo'ladi-da. Mo'jiz shunaqa. Endi agar planeta yaxshi vaziyatda, yaxshi holatda bo'lsa, yaxshi pozitsiyada bo'lsa, masalan, joylashuvi yaxshi bo'lsa demoqchi, o'zining yulduzi bilan. Astronomers bir narsa for. Qarang, astronomers gapning egasi. Egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri nima kelishi kerak? Fe'l kelishi kerak. Verb qo'yapman, verb kelishi kerak. Okay? For three key things. Endi qarang, for bilan kelyapti. 3 ta asosiy narsani nimadir qilishadi. Suvni, havoni va nimani? Toshni. Endi o'z-o'zidan bu yerda bolalar, ya'ni shundan kelib chiqadigan bo'lsak bo'lar, katta ehtimol bilan tepada kelgan fe'llarimizdan bittasi, o'zi fe'llar ham juda ko'p emas, e'tibor bersalaring, aynan mana bu look javobga juda ham yaqin keladi. Imtihonda men imtihondan oldin bu testni bajarganman. Menga juda ham haligi oson, birinchi eng oson topganlarim bittasi mana shu bo'lgan. Ya'ni look for. Chunki for bilan bekka boshqa so'z qo'ya olmaymiz, for predlog bilan aynan ma'no jihatdan mos keladigani qaysi bo'ladi? Look hisoblanadi. Demak, look for three key things bo'lishi kerak. Keyingisi bolalar. Nimaga uchalasini qidirishadi? Water is important because all life needs water. Humans can drink it and they can also grow plants with water. And business produce air for humans to breathe and food to eat. Hop. Va nimalarni ishlab chiqaradi? Qarang, produce kelyapti. Produce ga qarasam, qarang, enddan keyin hozir bitta noun keladi-da. Endi produce, agar bu noun borlar birlik bo'lsa, produces bo'lishi kerak, s qo'shilishi kerak itga nisbatan. Lekin produce bo'lgandan keyin demak bu narsa qanaqa? O'z-o'zidan ko'plik ekanligini men hozir nima qilyapman? Pala qilaman, plural ekanini bilyapman. Ishlab chiqaradi havoni insonlar uchun nafas olishga. Demak, havoni ishlab chiqaradi nimaga? Va ovqatni yeyish uchun. Qarang, ham havo ishlab chiqaryapti, ham ovqat beryapti bizga. Ham ovqat beradigan, ham havo ishlab chiqaradi. O'zi havo ishlab chiqaradigan bitta narsa bor. Ular ham bo'lsa plants. O'simliklar. Va o'zi mana undan tepani qaraydigan bo'lsam, mana bu tepani qaraydigan bo'lsam, o'z-o'zidan ko'p so'z yo'q bu yerda. Aynan ma'no jihatdan mos keladigan bolalar plants. Chunki ular havo beradi, ham ular ovqat beradi. Shuning uchun ham aytgan nima? Javobga plants yozsam to'g'ri keladi. Okay. So all life on other planets will need water and air. Shuning uchun ham hamma planetalardagi shuncha hayot ham planetalarga kerak bo'ladi, muhtoj suv bilan nimaga? Havoga.
Lekin qarang, bir narsa on a planet is also important. That's because there is often water under the rocks. Ya'ni qarang, nimadir planetadagi shuningdek muhim. Endi qarang, also deyapti-da. Also degandan keyin buni qo'shimchasiga yana muhim demoqchi-da bu narsa. Masalan, qarang, bunday narsada bunday demaymiz-ku. Qarang. I need to buy qarang, an apple and an orange. I also need to buy desam qarang. Men sotib olishim kerak olma va nima va orange. Va o'sha orange sotib olishim kerak. Men shunday yana sotib olishim kerak, orange demayman-ku yoki apple demayman. Tushunyapsizlar? Men sal toshib keladi. Nimaga? Chunki men olma va mandarin sotmoqchiman. Men yana shunday sotmoqchiman, olma desam, menda g'alati-da, gap ma'no chiqmaydi. Mana also borligi, bu yerga qo'shimcha nimadir qo'yish kerak. Ya'ni mana bu yerdagi water bilan airdan tashqari nimadir qo'yish kerak. Ya'ni men aytda shuncha nima bo'ladi? Tepada kelgan so'zlardan qaraysiz, o'zi men aytdi, water, air, rock qidirishadi ular. To'g'rimi? Mana water bilan air ketdi, o'z-o'zidan bitta javob men rock qolyapti. Keyin pastga tushganingizda ham chunki u yerda odatda suv bo'ladi, toshlar pastda deyapti. Tosh pastda suv bo'ladigan bo'lsa, demak biz javobga tosh olishimiz kerak. Ya'ni bu yerga is kelganligi uchun bolalar, is kelganligi uchun birlik yot olamiz va ular birlik yotib qaysi javob rock bo'lishi kerak. Demak, aytib o'tganimdek, bu reading imtihonda tushgan, real imtihonda olingan, xuddi mana shu holatda tushgan bu narsa o'zgartirilmagan hech qayerda tarqalib ketgan bu, qo'pol aytganda. Keyin o'sha aytib o'tganimdek, multi-level tarixidagi o'sha eng controversial bo'lgan debatlarga sabab bo'lgan questionlar mana shuning ichida. Qaraymiz. Xo'p, marine life bu degan dengiz hayoti is the amazing world of animals that live in our oceans. Demak, bizda okeanlarimizda yashaydigan nima deydi? Amazing, hayratlanarli hayvonlar dunyosidir. Dengiz osti hayot. Marine life dengiz osti hayot degan. There are many different types of bir narsa animals. Qarang, animal kelyapti. Bu qaysi? Ot so'z turkumi. Ot so'z turkumidan oldin bilasan nima kelish kerak? Adjective. Endi biz qoidaga asoslanadigan bo'lsak, javob birdan nimada? Tepada chiqish kerak, to'g'rimi? Endi tepada adjectivelar qaysilar bor? Adjectivelar bizda marine bor, bittasi amazing bor. Amazing. Va bo'ldi. Different bor. Different. Cho'rasi. Endi ma'no jihatdan qaysi biri tushadi? There are many different types of and different animals bo'lmaydi. Different types of different animals bo'lmaydi. Shuning uchun ham hozir mana bu yerda bola differentni o'z-o'zini chopishimga to'g'ri keladi. Endi qarang. There are many different types of amazing animals desam, amazing animallarni ko'plab turi bor deydigan bo'lsam, amazing ham borlar ma'no jihatdan unchalik tushmaydi. Va bundan keyin aytayapti, planktonlar, gigant whalelar hammasi mana planktonlardan tortib gigant nimalar whale'largacha. Endi bu degani borlar, plankton ham suv tagida yashaydi, whale kit ham suv tagida yashaydi. Ya'ni bu degani ikkalasi ham mos kelyapti ko'proq qaysinga? Marine degan so'zga. Demak, mana bu marine deb olib kelib qo'ysam bo'ladi qaysinga? Birinchi savol javobi sifatida. Tushunamsizlar? Davom etamiz. Some of keyin bola ocean olishlaringiz olayotganlar ocean. Bu ocean birinchidan bolalar. Ot so'z turkumi, ya'ni ocean animal bo'ladi, to'g'ri. Xato bo'lmaydi ocean animal bo'lsa. Lekin bizda ocean berilganmi? Yo'q, bu yerda bola oceans bor. Ocean s borligi uchun ham biz buni moslab ola olmaymiz. Buni gaplashdik biz sizlar bilan darsimiz davomida. Ya'ni o'zgartirib birlik ko'plik qilib bo'lmaydi. Oceans animals deb bo'lmaydi. Oceans animals xato variant. Ocean'ni olib kelib qo'ya olmaysizlar. Demak, bu yerga o'z-o'zini javob qaysi bo'ladi? Marine bo'lish kerak. Tushunamsizlar? Keyingisi. And each one is unique and important to our planet. Some of the most fascinating creatures, ba'zi bir eng maftunkor mavjudotlar in the oceans are fish. Bu baliqlar ekan. Come in all shapes and size. Endi qaranglar. Mana shu yerda ko'pchilik o'tgan yil shu javoblarni olishgan, mana sal toshib kelgan variantlar. Mana shunda they come in all shapes and size deyishgan. Zey qo'ysa o'xshaydi, lekin biz bola nima olishimiz kerak? You have to get a word. So'z olish kerak. Pronoun ular ketmaydi bu yerda. Shuning uchun ham hozir nima deyman bu yerda? They'ni javob qilib ola olmaymiz. Bunday qaraymiz, ular har xil o'lcham va nima size da keladi. Endi o'z-o'zidan bola fish bilamizki, bu ham
Birlik ham ko'plik. Chunki bu yerda are dan keyin kelyapti-yu, to'g'rimi? Are dan keyin kelyapti. Shuning uchun ham to'g'ridan-to'g'ri bu yerga fish come in all shapes and sizes ham bo'ladi. Demak, ikkining javobi qaysi? Fish bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ikkinchi javobi fish bo'ladi. Ikkinchi javob fish bo'ladi. Qarang, come in all shapes and sizes and they can live in every type of environment from coral reefs to the darkest depth of the ocean. Endi shu yerda bolalar boshlanadi. Qaranglar. Environment bitta yana keltiraman. Ot. Mana bu narsa bo'lsa, otdan oldin nima kerak? Adjective kelish kerak. Okay, adjective kerak. Sifat kelish kerak. Endi sifatlarni tepaga qaranglar. Marine environment olaman, chunki marine olib bo'ldim. Amazing environment deb bo'lmaydi. Ba'zilar olgan unique environment olishgan. Endi qaranglar. Coral reeflardan tortib okeanda eng qorong'u chuqurliklarigacha. Unique degani bu yagona, ya'ni o'ziga xos degani. Demak, okean chuqurligi o'ziga xos bo'ladimi? Ma'no jihatdan olib qarasam, bu tushmaydi. Ya'ni har bir turdagi yagona environment degan narsa xatoda. Keyin ba'zilar javobga olgan 3 ga ocean olishgan. Bolalar, yana bitta qaytarib aytaman. Olayotgan so'zingiz tepadan chiqishi kerak. Tepada ocean degan so'z bormi? Qaraylik. 3 dan tepasida. Bor, oceans bor. Lekin oceans da bu ocean so'zi pastda kelgan, 3 tepasida. Ocean environment deb bo'lmaydi. Keyin ocean environment deb olmasligi yana bitta sabab, yaxshilab eshitinglar. Ocean environment deb turib, from the coral reefs to the darkest depth of the ocean. Yana ocean deymanmi? Ocean environment yana keyin bu yerda ocean ham kelar. Ikkita ocean bo'lib qolyapti-ki, unda vaqtim salto oshib keladi, mos kelmaydi. Ocean degan javob 3 ga ham xato. Endi borib qaysiga to'g'ri keladi? And they can live in every type of different environment desam, qani different, xilma-xil environment yashay oladi desam, o'shanda qarang, xilma-xil desam. Tepadagi e'tibor beringlar, demakda struktura qanaqa bo'lgan? Bir narsani tushuntiraman hozirlarga, qarang. Men aytganki, mana bu e'tibor beringlar. Mana many different types of animals, turli xildagi hayvonlar bo'ladi deb turib, qaranglar. O planktonlardan tortib katta whale'largacha degan. Oti nima edi buni? Kitlargacha. Xuddi men shu gapni qilyapti, shu ishni qilyapti-da. Ular yashay oladi har qanaqa every type of different environment, turli xil environmentda. E'tibor bering. Turli xildagi hayvonlar, turli xil environment. From coral reefs, marjon qoyalaridan, marjon toshlardan tortib, dengizni quyi tubigacha. Ya'ni dan tortib gacha degani shu turli xilligini ifodalaydi. Shuning uchun bunga javob different bo'ladi. Ya'ni bolalar javoblar marine, fish va different birikuvchi turga bo'lishi kerak. So, we are carrying on. So, another type of marine life that is crucial to our planet is coral. Yana bitta bolalar turi marine life'da biz hayotimizga muhim bo'lgan bu coral ekan. Coral degani bilasizlar, nima? O'sha marjonni, shunga mos keladi. Coral is, qarang, bir narsa is actually made of tiny animals that live together in colonies and they create beautiful reefs that provide a home for many other creatures. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak bolalar, ma'no jihatdan mos kelganda, menimcha bu yerga ham o'z-o'zidan coral tushishi kerak. Chunki coral nima qilinadi? Is actually made up. Chunki mana bu yerda coralni gapirdi bolalar. Endi bu yoqda shu haqida ma'lumot berib ketyapti-da, explanation beryapti. Shuning uchun ham hozir bu yerga coral varianti to'rga ancha mos keladi. Okay? Made up of tiny animals that live together in colonies and they create beautiful reefs that provide a home for many other creatures. Okay? Ko'plab hayvonlarga uy berishayotgan ular. Sadly, these something are in danger due to pollution and climate change. So it's important that we do our part to protect them. Xo'p, afsuski bu nimalardir? Endi qarang, these-dan keyin o'z-o'zidan nima olishimiz kerak? Ko'plik olishimiz kerak. Ko'plikga qaraydigan bo'lsa, mayda animals bor. Colonies bor. Mana bu yerda qarasam, colonies bor. Reefs bor. Qarang, reeflar bor. Va creatures bor. To'rtta turibdi, mana shu o'zini gapdan chiqqanga o'xshayapti-da. Ularni himoya qilishimiz uchun qilishimiz muhim. Chunki ular
ifloslanish va climate change sababli xavf ostida. Coral is actually made up of tiny animals that live together in colonies, and they create beautiful reefs that provide home for many other creatures. Sadly, these are in danger. Xo'p, qaranglar. Gap urusga tushyapti. E'tibor bering, yaxshilab tushuntiraman hozir. Qarang. Xullas, coral nimadan tashkil topadi? Coralni tashkil qiladigan narsa, xullas, koloniyalarda yashovchi nimalar? Hayvonlar ekan. Va ular, qarang, mana koloniyada yashovchi hayvonlar, mana they. Ular nima qiladi? Mana u zeyga kirib ketdi mana shu ikkalasi. Tushunyapsizlar? Ular yaratadi chiroyli riflarni. Qarang, rif yaratishar ekan ular. Qaysiki ta'minlaydi uyni, boshqa ko'plab nimalarga? Mavjudotlarga. Xullas, mavjudotlarga uyni ta'minlab berar ekan. Nima ta'minlaydi? Riflar. Rifni nima yaratadi? Animallar, o'sha bir yashirin koloniyadagilar. Demak, hozir rif gapni urg'usida, gapdagi markaz rifga tushyapti. Sababi nima deydi? Tiny animallar koloniyada yashab turib rif nima qiladi? Ular yashashadi va ular rif o'sha qoyatosh hosil qiladi. Qoyatosh qolgan hayvonlarga uy bo'ladi. Demak, qoyatosh hozir bu yerda muhim jihat qoyatoshda. Afsuski, bu qoyatoshlar hozir xavf ostida pollution va climate change sababli. Shuning uchun biz ularni himoya qilishimiz kerak. Desa, menimcha 5 ga javob bolalar reef bo'lish kerak. Okay? Reefs bo'lish kerak. Reefs. Ular reeflar xavf ostida. Chunki hozir bu yerda qaranglar, hayvonlar xavf ostida desa, u hayvonlar kerak emas bizga. Chunki hayvonlar mana animallar bor-ku, mana animal koloniyalar ta'minlamaydi-da, uyda ularga, creaturelarga. Tushunyapsizlar? Nima ta'minlaydi? Reef ta'minlaydi. Reef ta'minlaydi. Reef vayron bo'lgandan keyin, qarochi, mana creaturelarga ham vayron bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun ham bolalar reef javob bo'lish kerak. That's kind of difficult, you know. That's kind of difficult. Yeah. Hop, oxirgisi. In conclusion, there is so much to love and learn about marine creatures. By respecting and protecting these something, we can ensure that they continue to succeed and attract us for generations to come. Qani ular davom etadi, muvaffaqiyat qozonishda va o'ziga tortishda. Endi davom etishadi ular. Bu tirik mavjudotga ishlatilyapti. Ya'ni these creatures desam bo'ladi 6 ga. Shuning uchun ham 6 ga creatures olsam to'g'ri kelar ekan. Bolalar bu imtihonda tushib qolishi mumkin, katta ehtimol bilan. Sababi imtihonda tushgan savol yana tushish ehtimoli bor. Shuning uchun ham mana buni ishlab ko'rdik.